Vau, siz bunaqa aqlli oshxonani aniq ko'rmagansiz. Mana buni qarang, qo'lingizni bundoq qilsangiz tezdan chiqib kelar ekan. Hamda his kirib ketar ekan. Zo'ra. Tushirgan qani, cho'zilib qiynalib o'tirmas ekan. His tepaga ola, his pastga ola. Mana bunaqa tepadan tushib keladigan security bar nima deyapti? Vochoch. Hop. So'xna xolodilnik nima deyapti? Mayda shuni bozorliklar bemalol terib qo'yar ekansiz. Buning mana bunaqa varianti ham bor ekan. Bu Xof eng zamonaviy, hech kimda yo'q aqlli mebel furnituralarni aynan shulardan topishingiz mumkin. Eslangda, mana shu aqlli garderobni reklama qilganda, rosa shov-shuv bo'lgan. Endi bo'lsa oshxona mebellariga ham dahshat aqlli mexanizmlar olib kelishibdi. Mana uyimda hech kimda yo'q jihozlar bo'lish kerak deydigan, allambalo uy jihozlariga qiziqadigan, injiq akaxon opaxonlar uchun hech qayerda topilmaydigan furnituralar bor ekan lekin. Mana buni qarang, tumbuchkangiz yoki stolingiz ustiga o'rnatib qo'ysangiz, ham zaryadnik, ham svetilnik, ham kolonka bo'lar ekan. Bunaqa aqlli rozetkalar nima deyapti? Shuni bossangiz chiqarki, xohlasangiz kolonka qilib ishlasangiz ham bo'lar ekan. Bu oshxonalarga ham, ofislarga ham zo'r ekan-a? Bitta olsaymikin shunda. Menga hammasidan ham mana rozetka yoqdi. Mundoq surib ishlab turar ekansiz. 4 ta 5 talab qo'yib olsangiz bo'lar ekan. USB Type-C ham bor ekan. Agar siz mebelchi bo'lsangiz, shu joyga aniq kelishingiz kerak. Klientlarga ko'rsatsangiz bormi, o'zi ham oqib qolishadi jigar. Bunaqa aqlli oshxonasi bor uyga, bunaqa aqlli garderobdan ham bitta qo'shib olish kerak lekin. Xullas, mebelchilar sizlar uchun eng zo'r furnituralar shu yerda ekan. Xohlasangiz donaga, xohlasangiz optimga ham olsangiz bo'lar ekan. Agar bulardan $1000 mexanizm olsangiz, 10% chegirma ham qilib berishar ekan. Agar o'zingiz kelolmasa, O'zbekiston bo'ylab yetkazib ham berishar ekan. Mexanizmlarning hammasi Xitoy, Turkiya, Polsha, Germaniyadan olib kelingan ekan. Manzil Qo'qonda 65-avtobaza yo'nalishida Sherdor to'yxonasining yonida. Shunaqa qiziq narsalarni ko'rish uchun Xof profilga o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Videoni hamma narsani allambalo hech kimda yo'llarga qiziqadigan tanishlaringizga yoki mebelchi ustalarga fiting qilib yuborib qo'ying. Manga gapim